o'qiyapmiz. Birinchidan o'zinglar miyanglar ishlatsanglar bo'ladi odamlar. U yoqda qattan o'qi Sabrina Moxinopam uyga borib qolgan. Moxinopam indamasdan, xalqqa bildirmasdan oylar davomida u qizga yordam berib yotgan bo'lganlar. Keyin olingan biletlarning pulini ham men to'ladim deyotgan insonlarga biletlarning pulini ham Moxinopam to'lagan. Kuyib ketdi, dod voydod deb strayat qilayotganlar diqqatiga. Pullarni Moxinopam to'laganlar. Kuyib ketgan biletni ham Moxinopam o'zi olganlar. Birovlarga olib bermagan. Ili Sabrinaga bileti kimdir olib bermadi yo'qdi. Keyin shu kuni uylarida bo'lgan. Sabrina Moxinopam uyida bo'lgan. Moxinopam uyida u qiz qo'rqqanidan Moxinopamdan umid qilib orqasiga qarodiga bekinib o'tirgan bo'lgan odamlar bilib bilmasa har balo duburmaylar. U qizi puliga hech kim qarab qolmagan. O'zlarining narsalari o'zlariga yetadi. Yetgani uchun ham Moxinopam uyiga 4 oy davomida faqat yozi chizi qilishyapti. Nimaga ta'minlab qo'yish va bitovoy texnika bilan ta'minlash? Nima qiladi u bitovoy texnikani u qiz? Nima qiladi? U qiz oyog'ini ta'minlab beringlar. Oyog'ini sog'lom qizi invalid bilmagan edi. Qattan bilmaysizlar, qanaqasiga bilmaysizlar, bilib turgan. Hamma bo'layotgan jarayonni hamma bilgan o'sha joyda. Nima sababdan endi hamma o'zini bilmaganga olyapti? Hamma oppoq qolganlar yomon bo'lyapti. Nima sababdan tayyorga ayyor bo'lib kelib qoldi? Sizlar tayyorga ayyor bo'lib kelgansizlar, sizlar. Moxinopam tayyorga ayyor bo'lib kelmadi. Shuncha vaqtdan beri indamasdan ko'ngil uchun o'sha qiziga yordam berib yuruvdilar. Bir og'iz gapirmadilar. Bitta odamga internetga chiqarmadilar. Agar publikovat qilib, ochko ishlab, nimadir qilib olish, nimadir imet qilish niyati bo'lgani, davno qilib olgan bo'lardilar. Esinglar tursin. Sizlardan oldin yordam уже boshlangan. Nimaga aynan Jasmin уже qo'yishi boshlagandan keyin sizlar kelyapsizlar. Murojaat bilan Jasmin chiqdi. Xalqqa chiqqanidan keyin nimaga qolgan Moxinopamdan tashqari odamlar nimaga keyin svязga chiqyapsizlar? Chunki o'zinglar kutinglarda o'zinglar qo'rqdinglar. Поэтому yoptini boshladinglar. Jasminni agitatsiya qilishni boshlayapsizlar chunki sizlar kelib olib unga rahmat dediring, bunga rahmat dediring deb Sabrinaga gap o'rgatgan sizlar, biz emas, ili Moxinopam emas. Indamasdan yordamni berib kelayotdik. Sizlarni shunaqa yordam berish niyatinglar bo'lganda publikovat qilmasdan hech nima demasdan 4 oy oldin yordaminglarni bergan bo'lardinglar. O'sha qizni Tursiyaga davno jo'natgan bo'lardinglar. U qildik, bu qildik deb jamoatga gapirmadan, jamoatga gapirishni hamma biladi. Nima deb gap o'rgatganligicha bor bizda zapislari. Unaqa odam ustiga tuhmat qilmanglar. Indamay xo'p deb eshitib kelayotgan odamlar bu degani qo'rqoq degani emas, ili u bu narsa degani emas. Hammani tili bor bu dunyoda hozirgi kunda, hamma gapirish biladi. Hayotimi? Sizlarda doказательство bo'lsa, bizda ham doказательствоlar bor. Hamma narsa bor. Ras shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa hamma aybni o'zingizlar qilib qo'ygan aybni boshqa odamlarga hali aytarsizlar, Sabrina o'zi tashagan geliktiga o'zini deb. Balki shunaqadirsilar. O'ylab balki shu qarorga kelarsizlar. Nima deb qo'rasizlar? Balki shu gapirayotgan gapinglar to'g'ridir. Ras shunaqa tayyorga ayyor bo'lish niyatinglar bo'lmagan ekan, 4 oy davomida sizlar qattiq deylar, Jasmin xalqni oyog'i ko'tarmaguncha va o'sha qiz Moxinopam uyida yashab yurmagunicha sizlar qattiq deylar, odamlar qattiq deylar. Mana shu qo'sh tirnoq ichidagi biza yordam berdik degan odamlar qattiq deylar. Qattiq deylar. Sizlar aytingmi qattiq deylar. Sizlar o'zinglarni kutinglarni yopib o'tdinglar, shu xolos. O'sha qizni og'zini yopib o'tdinglar. Yopti qilib yubormoqchi edinglar diyorlarni. Yopti qilmoqchi edinglar. Hech kimga hech nimani olib chiqmasdan reputatsiyalarni o'ylagan holatda yopti qilmoqchi edinglar. Davay chestni gaplashamiz. Hamma rost gapni gapirsin unda. Kelib olib bu yerda publikaga o'ynab, Moxinopam uyiga kelganda boshqa gaplarni gapirib, kecha kelib yugurib, nimani olib bering sug'uribdan qilmasdan oldin bilib olinglar. Kim nima deb ketgan, bu yoqqa kelib olib, nima qilgan, nimalar deyapti, nimalar bo'lyapti. Hattoki Jasmin qo'yayotgan videolar ham kesilgan. O'rtadagi gaplar hammasi qo'yilmagan. U qizdan foydalanayotgan Moxinopam emas, u qizdan foydalanayotgan insonlar sizlar. Sizlar o'zingizlarning reputatsiyangizga zarar yetkazmaslik uchun shu gaplarni gapiryapsizlar. Hattoki Jasminga ham gapirgansizlar. U qiz o'zi mashinaga edi. Chunki kecha Jasmin storiesiga qo'ydi shu gapni gapirib.
Ozoda opani gapiga o'zi ishonsam bo'larkan, o'sha Nilufar opani gapiga ishonsam bo'larkan, ularni gapiga ishonsam bo'larkan. Bu qiz mashhur ekan, pul olib yo'q bo'lib qoldi. Chunki Jasminni ham bu yoqda aybi yo'q, chunki Jasmin bilmagan edi, u qiz больницada yotuvdi. Uxlab yotuvdi, mazasi bo'lmay, связga chiqmagan edi.